Assalomu alaykum. Ushbu video murojaatimizni O'zbekistondagi ko'p sonli nogironligi bo'lgan shaxslar nomidan yubormoqdamiz va sizni bir xayrli tashabbusga da'vat etmoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'ring, izohlarda kommentariyalarni yozing, like va do'stlaringizga yuborib qo'ying. Orqamdagi manzarani ko'rib, qaqqa tushib qoldi ekan Ulug'bek deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu orqamizdagi joy Sharoit Plus ofisini yon tomondagi bo'sh turgan bino hisoblanadi va Sharoit Plus faollari bu yerda media markaz tashkil qilishmoqchi. Nogironligi bo'lgan blogerlar, SMMchilar va mana shu media sohasida faoliyat ko'rsatuvchi boshqa insonlarga xizmat ko'rsatadi. Qanday yo'sinda bu yerni media markazga aylantirishni reja qilayotganimizni ko'ramiz. Xo'p, men turgan joyda mana bu yerda binoni devori va bu yerdagi ochiq joyga g'isht terilib to'liq devor holatiga keltiriladi. Suvalgan holatda keyin yashil fon bu yerda yaratiladi. Video materiallarni bu yerda suratga olib, keyin o'sha fonni almashtirgan holatda video materiallarni tayyorlashga, montaj qilishga tayyor bo'ladi. Bu joyda esa ovoz yozish studiyasini shakllantirmoqchimiz. Bu ovoz yozish studiyasida audio kitoblar yoziladi. Shu bilan birgalikda nogironligi bo'lgan xonandalar va sozandalarni shu joyda studiyada yozishni reja qilganmiz. Bemalol bularning hammasi bepul bo'ladi. Bu hozir ko'rayotgan joyingizda esa ijodxona bo'ladi. Bu yerda misol uchun montajchilar montaj jarayonlarini amalga oshirishi mumkin yoki ssenariy ustida ishlovchi ijodkorlar uchun qulay muhit ish sharoiti yaratib beriladi. Mana shu ijodxonada ishlanadi. Endi bu yerga kiramiz. Bu yerda bir konferens zal shakliga keltirish niyat bor. Undan tashqari bu yerda o'sha kreslolar, divanlar joylashtiriladi. Katta monitor qo'yilish rejasi bor va bu joyda podkastlar, intervyular, qandaydir davra suhbatlari suratga olinadi. Bu joylarni ta'mirlab media markaz qilishga kattagina mablag' ketadi deb o'ylayotganingiz tabiiy. Dono xalqimizda ko'z qo'rqoq u qo'l botir degan maqol bor. Albatta biz ushbu xayrli ishlarni siz kabi saxovatli insonlarning yordamisiz amalga oshirishimiz qiyin bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga bir martalik yordam bergandan ko'ra, mana shu yerda bandligi ta'minlanuvchi blogerlarga, jurnalistlarga va boshqa media olamidagi insonlarga, ijodkorlarga yordam berib, ularga mehnat qilishlari uchun sharoit yaratishda xayriyaga qo'shilsangiz, sadaqai joriya bo'ladi va bu ishingizni savobi albatta davomli bo'lib ulanib boraveradi. Bizni loyihamizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, PayMe, Click va Payzay mobil ilovalarida xayriya bo'limidan Sharoit Plusni izlang yoki www.sharoitplus.uz saytida xayriya bo'limini oching va profildagi aloqa raqamlariga bog'laning. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun siz www.sharoitplus veb-saytimizga kirib, qo'llab-quvvatlash bo'limidan xayriya qiling tugmasini bosing. Shundan so'ng xayriya qiling sahifasi ochiladi. Siz xayriyani so'mda yoki xorijiy valyutada ham qilishingiz mumkin va 3 ta to'lov usuli Click, PayMe yoki Payzaydan bittasini tanlang. Xayriya miqdorini kiriting. Masalan, 5000 so'm. To'lov usulida klikni qoldiramiz. Telefon raqamingizni kiriting va to'lovni tasdiqlash tugmasini bosing. Shundan so'ng siz tanlagan to'lov tizimi sahifasiga avtomatik
avtomatik o'tasiz. Agar avtomatik tarzda o'tilmasa, brauzeringizda veb-saytimiz uchun pop-up funksiyasini yoqib qo'ying. To'lov tizimi sahifasida kerakli ma'lumotlarni kiriting va xayriyangizni yuboring. Xayriyangiz uchun rahmat.